Polshadan Portugaliyagacha bugun bizning 75-kunimiz o'rtoqlar. Bu qasr Trentodagi 13-asrda qurilgan qasr, hozirga qaraganda muzey ekan bu. Ichkariga kirish to'g'risi arzimas ekan. O'shaning uchun 20 yevro pulimizni ketkazmadik, adlan ikkalamiz. Italiyada 70 yoshdan o'tgan inson biron bir jinoyat qiladigan bo'lsa, qamalmas ekan. 100% garantiya beraman, mana shu qonunni sizlar eshitmagansizlar. Nimaga bunaqa deydigan bo'lsanglar, chunki Italiyaga bosh vazir kelgan ekan. O'sha inson 70 yoshda bo'lgan, vazir bo'lgandan keyin orqasidan jinoyat ishlari ochilgan. Keyin o'sha inson shuni qonunda o'zgartirib qo'yganda, josimi 70 yoshdan o'tganlar bo'ldi, qamalmaydi. Qanaqa jinoyat qilishiga qaramasdan. Misol uchun apellyatsiyaga topshiradi. Apellyatsiya ham 15 yildan 20 yilgacha muddat olar ekan. Kamera boshqa nima bo'lsa ham umuman qamalmas ekan. Kecha biz 20 yildan beri yashaydigan akadan eshitdik bu narsani. Nima qilinadi desa 3 oy, 4 oy mana bunaqa ko'cha ishlariga, ko'cha ishlariga, o'tirib ash narsalarga nima qilinar ekan. Misol uchun sizlar 70 yoshdan oshgan bo'lsanglar, qamalmaysizlar. Nima jinoyat qilardinglar sizlar, to'g'risida? Adlan siz nima jinoyat qilardingiz? Yo'q, aytmayman. Men bankka o'g'irlikka tushardim-da.